Bu derslikni ügünüş usulü. Sizin ügündüğünüz meşgulat, şunu çokum kol silip meşq kılan. Yani bu yerde ügündüğünüz Word'daki meşgulat usulü. Şunu çokum kol silip her bir köygen meşgulatını tekrarlap, doğrap ügünüşünüz gerek. Andın kompüter meşgulatı bir gruplu ügünü bağlı bulduğun neyse emas. Onu köygen bilen amalga oshirish yana qo'l silib ishlashga bog'liq. Shuni chuqum tekrar mashq qilib, o'zingizning tajribasiga aylantirishga tirishing. Bu darslikni to'liq tugutib kirishingiz shart emas. Yani o'zingizga lozim bo'lgan ehtiyojingiz tushgan qismini echib ko'ring. Navoda dastlabki bir qatim to'liq ko'rsangiz bu texi yaxshi. Undan boshqami, yani mashg'ulot qilish jarayonida işletiş jarayonida bir masalaga yo'l tutsangiz yoki bir ishni qilolmasangiz, bu darslikning mas mazmunini echib, shu yani ko'riblam o'zingizning mashg'ulotini qilib ketsangiz bo'ldi. Ondan qo'llashiting. Yani bu darslikda biz Word'ning barliq mashg'ulotlarini to'liq so'zlab olishimizdan tayin, yani so'zlab olamaymiz. Faqat Word'da ishlatiladigan asos xarakterlik mazmunlar, yani dastlabki yazıq tahrirlash, bet yozish munosabatlik mazmunlarni so'zlaymiz. Boshqa nurg'un mazmunlarni o'zingizdan tirishib o'rganishingiz kerak. Yani Word'ning ekran ko'rinishi, uningdagi iqtidor, bo'laklarning joylashishi va mashg'ulot qoidasini tushunib olgandan keyin bu yerda so'zlanmagan mazmun bo'lsa-mu, uni o'zingiz amalga oshirib keta olasiz. Yani sizga bir narsa lozim bo'lsa, Word'ning ichidan uning xatlarini o'qib yoki aykonlarni ko'rib turib izlab beqing. Buni siz chuqum o'zingiz topa olasiz. Yani darsda so'zlanmagan mazmunlarni o'zingiz mashg'ulot qilib keta olasiz.